Ajratib olasiz aka, bo'ldi, men u bilan yashamayman. Xo'p, borib ko'raylik. Borsak ham shu gap bo'ladi. Men ularning xizmatkori emasman. Ey, singlim. Nima singlim? Nima singlim? Ota-onamdan keyin men sizga suyanib qolganman. Agar meni baxtimni o'ylasangiz, ajratasiz, bo'ldi. Ering seni so'kmasa, ichmasa, urmasa, nima xohlaysan u bechoradan? Aka, men ularning xizmatkori emasman. Kirini ham yuvaman, ovqatini ham qilaman. Ves oilasiga. Bo'pti. Hozir borib ko'raylik-chi. Ha, kuyov bola. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka. Meni hamma narsadan xabarim bor. Ortiqcha gap so'zi keragi yo'q. Endi gap bundoq kuyov bola. Mani bu singlim ota-onamdan yolg'iz qolgan omonatim. 10 yoshligida hamma narsani berdim. Kerak bo'lsa jonimni ham berishga tayyorman. Lekin men bunga yaxshi tarbiya bermayman. Aka, Jim bo'la. Menga qara. Borib qaynota qaynanangni roziligini olmaguningcha xizmatini qilasan. Tushundingmi? Ota-onamning roziligini ola olmadim. Hech bo'lmasa shularni roziligini oldi. Meni uyattirib qo'y. Mayli kuyov bo'lib, bordi. Aka bo'lish faxriy emas, mas'uliyatdir.